Sho'rchi Surxon vohasining o'rta qismidagi tekislikda joylashgan tarixiy manzil. Bu yerdagi turmush haqida 6-8 asrlardagi qo'lyozmalarda so'z borgan. Birgina Dalvarzinning o'zi qadim shaharsozlik va ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotdan yorqin belgi. Bugun ham Sho'rchi Surxondaryo viloyatining jadal rivojlanayotgan tumanlaridan biri. Shunga mos ravishda bugungi islohotlar bois hudud infratuzilmasi ham taraqqiy etib boryapti. Xususan keyingi yillarda aholining munosib yashash sharoiti, qulay turmush muhiti ayni kunda davlatimiz siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Prezidentimizning 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida hududlarda aholi bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka jalb qilish va daromadlarini oshirish bo'yicha yangicha yondashuvlarni keng joriy qilish, ijtimoiy xizmatlar ko'lamini kengaytirish, kambag'allikni qisqartirishga erishilmoqda. Albatta bu yangilanishlar xalqimiz uchun ularning farovon yashashiga xizmat qilmoqda. Sho'rchi tumanida ham bu ishlar yangicha ko'lam va ko'rinishda olib borilyapti. Eng muhimi tuman aholisining bu jarayonlardagi daxldorlik hissi oshmoqda. Davlatimiz bo'yicha juda keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning boshida muhtaram prezidentimiz bosh qosh bo'lib turganini biz guvohi bo'lmoqdamiz. Tumanimizda ham o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Mana shu siyosatning borishi faqat xalqimizning farovonligini, yaxshi yashashligini yaqqol guvohi bo'lib turibmiz. Birgina Sho'rchi tumanini oladigan bo'lsak, deyarli 95% asfaltlanmagan ko'chalar to'lig'icha asfalt bo'ldi. Mana keyingi yillarda tumanimizning qiyofasi keskin o'zgardi. Yangi binolar, yangi inshootlar, Qorariq mahallamizda oladigan bo'lsak, shu yerda hozirgi davrning talabiga javob beradigan maktab qurilib ishga tushirildi. Tumanimizning 7-8 mahallasida yangi maktablar ishga tushirildi. Maktabgacha ta'lim bog'chalari, xususiylar ko'payib bormoqda. Obodon mahallasida, Qorariq mahallasida ko'pgina mahallalarimizda. Endi oladigan bo'lsak, mahallalarning binosi yo'q edi. Hozir hamma mahallalar binoga ega darajasiga erishildi. Mana yaqin kunlarda 6 ta mahallaning yangi idoralari ishga tushdi. Savjiron, Do'stlik va shu kabi mahallalarda mahalla idoralari ishga tushirib, xalqimiz bemalol kelib o'zining muammolarini o'sha mahalladan yechib ketishayotgan mahallada. Tumanda mahallalar infratuzilmasini, xususan ichimlik suv ta'minotini yaxshilashga jiddiy e'tibor qaratilgan. 10 ta mahallada 20,5 kilometr ichimlik suvi quvurlari hamda 9 dona elektr tejamkor ichimlik suv nasoslari o'rnatildi. Olatemir, Shakarko'l, Kattasavur mahallalarida aholi to'liq markazlashgan suv bilan ta'minlandi. Tumandagi 53 ta mahalladan 47 tasiga toza ichimlik suvi yetkazib beriladi. 6145 ta xonadonning ichimlik suv ta'minoti To'palang suv ombori tarmog'iga ulangani bois 6 ta ichimlik suv nasoslariga ehtiyoj qolmadi. Ular faoliyati to'xtatilib, elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoj yanada yaxshilandi. Bu kabi ishlarni boshqa ko'plab mahallalar misolida ham keltirish mumkin. Aholi uchun qimmatli bo'lgan yer tirikchilik va rizq manbai. Bugun sug'orish tizimida ham o'zgarishlar ko'p. Quduqlar barpo etilib, xonadon egalari o'z tomorqasida ekin yetishtirish va daromad olishga erishmoqda. Agarda tomorqani oladigan bo'lsak, tomorqa insonlarning shunchalik fikri o'zgardiki, endi qarasangiz 3 martadan, 4 martadan hosil olayotgan insonlarimiz bor. Tomorqadagi ishlayotganlarning daromadi ko'payib, bu tomorqa daromad manbaiga aylanib qoldi. Prezidentimiz Sirdaryodagi o'zi shaxsan o'tkazgan tajribasini bizga selektor orqali yetkazgan edi. Xalqimiz ruhlanib, Sho'rchi tumanida ham tomorqaniga e'tibor juda kuchayib ketdi. Mana tumanimizda 3 ta mahallada banan yetishtiriladi. O'sha bananning olayotgan daromadini o'ylasangiz, odam quvonib keladi-da, mana shu mehnat qilsa daromad olishini ular sezyapti. 53 ta mahalla bor. Prezidentimizning 405-qaroriga asosan har bir mahalladan nuroniylarimizni, faol nuroniylarni olib, 3 tadan kambag'al oilalarni biriktirdik. 750 ta kambag'al oila birinchi bosqichda kambag'allikdan chiqdi. Prezidentimizning 405-qarorida kambag'allikdan farovonlik sari tamoyili asosida ikkinchi bosqichda mana shu 758 ta xonadon nasib bo'lsa yilda yakuni bilan bular ham o'zlarining yo'llarini topib, o'zlariga daromad qiladigan darajaga yetishadi.
Ma'naviyat jamiyatning, yangi O'zbekistonning ustunlaridan biri. Ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha yurtimiz bo'ylab juda ko'p islohotlar amalga oshirilyapti. Jumladan hurmatli prezidentimiz Surxondaryoga tashrif buyurganlarida Surxondaryoda ma'naviyat sektorlarini tashkil etdilar. Ma'naviyat sektorlarida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz, ota-bobolarimizni bosib o'tgan yo'llari, shu yurtning qadriyatlari butun maktablarda, jamoalarda, hamma joylarda seminarlar, davra suhbatlari o'tkazilib boryapti muntazam ravishda. Tumanimizning keksa yoshlari mana shu davra suhbatlariga muntazam ishtirok etishyapti va o'zlarining fikrlarini bildiryapti. Keyingi paytlarda bitta narsadan juda ham xursand bo'lamanki, har yili ma'naviyat festivallari o'tkazilyapti. Shu bilan birga mana shu festivallarning o'tkazilishi xalqimizga ham ma'naviy ozuqalar beryapti. Ular fikrlashyapti, tajriba almashyapti, madaniy hordiq chiqarishyapti. Maktablarda, mahallalarda kinokarvonlar o'tkazdik. Ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo'yicha hurmatli yurtboshimiz tomonidan juda ko'p qarorlar, farmonlar chiqarilyapti. Shu farmon qarorlarini bajarishda biz ham chora-tadbirlar ishlab chiqyapmiz va xalqning ichidamiz. Ijodiy uchrashuvlar, yozuvchilar uyushmasining a'zolari, shoirlar biz bilan birga ham nafas, ham fikr faoliyat olib boryaptilar. Maqsadimiz bitta: milliy qadriyatlarimizni, an'analarimizni, urf-odatlarimizni, yurtimizda bo'layotgan islohotlarni yoshlarning ongiga, xalqimizga sog'lom singdirish. Tibbiyot mamlakatdagi islohotlarning eng muhim yo'nalishlaridan biri. Bu jarayonda tibbiyotning birlamchi bo'g'iniga alohida e'tibor qaratilmoqda, jumladan Sho'rchi tumanida ham. Sababi bugungi kunda qishloqdagi oilaviy poliklinikalar aholiga yaqin joylashgani uchun kimdir shifo istab, kimdir tibbiy maslahat olish ilinjida ushbu muassasalarga tez-tez murojaat qiladi. Bunda odamlarning talab va ehtiyojiga mos tibbiy xizmat ko'rsatilsa, tabiiyki xalqimizda sohaga va uning xodimlariga nisbatan ishonch va qoniqish hissi yuqori bo'ladi. Prezidentimizning bu sohaga doir bir qancha qaror, farmonlar qabul qildi. Masalan, 2025-yil 19-mayda 88-farmoni, 19-mayda yana 185-qarorlari chiqdi. Bu qarorlarga asosan aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatni yaxshilash va ularning samaralarini oshirish bo'yicha islohotlar amalga oshirilib kelmoqda. Sho'rchi tuman tibbiyot birlashmasida ham bu ish borasida bir qancha ishlarga amalga oshirildi. Islohotlar samarasi o'laroq bizda doimiy ravishda xonadonlarga patronaj xizmati yo'lga qo'yilgan, bu yerda yotib qo'ygan, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan fuqarolarda har bir xonadonlar ro'yxatga olinib, ularning uylariga borib tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Prezidentimizning 257-qarorlari asosida shu hozirgi kunda nogironlikda ko'p tarmoqli markaziy parkning tor mutaxassislaridan birlamchi tizimning oilaviy shifokorlarga biriktirish masalasi qo'yilgan. Albatta bu oilaviy shifokorlarda trenerlar tayyorlab, bularni o'qitdik, ularning tajribasini oshirdik. Hozirgi kunda ular bundan buyog'iga fuqarolarimiz nogironlik nafaqasiga chiqish uchun tuman markazlariga, viloyat markazlariga bormasdan oilaviy shifokorlik ambulatoriyalarida, oilaviy poliklinikalarda o'zlarining oilaviy shifokorlari yordamida shu nogironlik nafaqasiga chiqish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu islohotlarimiz elimiz, xalqimiz sog'lig'i, salomatligi yo'lida, ya'ni sog'lom turmush tarzini aholiga targ'ib qilishda, ularning kasallikning oldini olishda katta samara beradi. Mavjud tibbiyot muassasalarini zamonaviy jihozlash barobarida yangilari ham qurilib foydalanishga topshirilmoqda. Oqkamar mahallasida zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan mahalla tibbiyot punkti qurildi. Bunday mahalla tibbiyot punktlari hozircha yagona hisoblanadi. Bundan tashqari Open Beach orqali tibbiyot birlashmasining sa'y-harakatlari bilan Olatemir mahallasida yangi oilaviy shifokorlik punkti yangidan qurilmoqda, 15 xonadan iborat zamonaviy usulda qurilmoqda. Bundan tashqari Open Beachdan tibbiyot xodimlarining tashabbusi bilan yutuqlari samarasi o'laroq shoshilish tez yordam markazi juda katta ta'mirdan chiqarildi. 14 ta tibbiyot birlashmasining birlamchi tibbiyot muassasalarida ham juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Shu jumladan aholiga qulay bo'lgan ro'yxatxonalar tashkil etildi. U yerlarda ro'yxatxonalarda monitoringlar, telefon apparatlari, aholining onlayn qabul qilish uchun telefon apparatlari o'rnatildi. Bundan tashqari aholining xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash maqsadida nogironligi bor fuqarolarning kirib chiqish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Birlamchi tibbiyot muassasalarimizda modernizatsiya qilinib, juda ko'p asbob-uskunalar, apparaturalar berilmoqda, kompyuterlar bilan ta'minlanmoqda. Yangi O'zbekistonga mos tibbiyot muassasasi Sho'rchi tumani
Kakan mahallasidagi 93-oilaviy poliklinika bugungi kunda to'liq ta'mirlanib, zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlandi. Bugungi kunda bu yerda 5 ta mahallaga birlamchi tibbiy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Eng asosiysi barcha sharoitlar yetarli. 11 ta oliy ma'lumotli vrachlar, 48 ta o'rta tibbiyot xodimi va 6 ta boshqa tibbiyot xodimlari bor. Alohida punktimiz biriktirilgan bu Jaylma filiali. Undan tashqari 2 ta mahallamizda tibbiy punkt Saksonkapa va Kakan mahallasida faoliyat yuritilmoqda. Umumiy 5 ta mahallaga birlamchi tibbiy sanitariya yordamini ko'rsatib kelmoqda. Har bir vrachimiz brigada asosida tashkil qilingan. Brigadamizda 5 ta hamshira, 5-vrachimiz bu brigada rahbarlik lavozimida ishlaydi va birlamchi zvenoda barcha aholiga kirib patronaj tizimlarini ham, skrining tekshiruvlarini, profilaktik tekshiruvlarini hammasini birgalikda olib borilmoqda. Vrachlarimiz esa har bir o'zining uchastka hozirgi vaqtda 2000 aholiga ko'rsatilayotgan bo'lsa, 26-yildan boshlab 3000 aholiga biriktirib xizmat qilinadi. Bundan tashqari bizga kelayotgan bemorlarimiz elektron poliklinikaga yo'nalishda jihozlandi, kompyuterlar bilan ta'minlangan, navbatsiz kirish imkoniyatiga ega bo'lyapti. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu xonamiz stomatologiya xonasi to'liq jihozlanib, bevosita yordam ko'rsatib kelishmoqda. Yana qo'shimcha jihozlar olish mo'ljallab turibmiz. Yurtimiz quyoshli o'lka, ayniqsa Surxon vohasi bunday imkoniyatga ko'proq ega, ya'ni boshqa hududlarga qaraganda haroratliroq. Demak, bu imkoniyatdan samarali foydalanish foydadan xoli emas. Tumanda ijtimoiy va uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohalarida hamda iqtisodiyot tarmoqlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishga alohida ahamiyat berilmoqda. Xususan, tumanning 53 ta mahallasiga hamda tadbirkorlik subyektlari, ijtimoiy soha kabi 194 ta obyektga 3165 kilovatt soatlik quyosh panellari o'rnatildi. Siz ko'rib turgan mana bu quyosh paneli Sho'rchi tumani Ko'klam mahallasida istiqomat qiluvchi Bekmatov Jamshid aka xonadoniga o'rnatilgan. Joriy yilning iyun oyida o'rnatdik. Hurmatli prezidentimizning qaroriga asosan juda ham imtiyozlari ko'p ekan. 10 kilovat o'rnatdim bir xonadonga. O'z xonadonimda bir oyda iste'molim 400 kilovatdan 450 kilovatgacha bo'lgani uchun o'sha ehtiyojdan tashqari menga yana qo'shimcha davlat tomonidan mablag'im berib kelyapti. Davlatga sotgan kilovatlarimdan, ming so'mdan qo'shimcha yana daromad soliqlari ushlangan holda meni plastik kartamga tushib kelmoqda. O'rtacha aytadigan bo'lsam, bir oyda 1 200 000 1 300 000 atrofida uyimda ehtiyojimdan tashqari bo'lgan qismiga menga mablag' tushib kelyapti. Ehtiyojlarga ishlatishga imkoniyat bo'lyapti. Har kuni 1 200 000 1 300 000 pul foydalanishga yaxshi summa deb bilaman. O'rnatilgan quyosh panelimiz yorug'likdan elektr energiya ishlab chiqaradi. Quvvati quyoshimizning chiqishi tomonidan botish tomonigacha mo'ljallanib, misol uchun tadbirkorlarimiz, ustalarimiz qo'ygan 25 gradus yotish qismiga mo'ljallab qo'yilgani sababli hozir ko'rganingizdek kun botishga borgan tariqasida ham menga quyosh paneli orqa tomonidan qo'shimcha elektr energiya ishlab chiqaradi. Elektr energiya pul to'lash degan narsadan unutdim. Mana hozir buni sifat darajasi 30 yillik, 40 yillikga kafolat beryapti. O'sha kafolat davomida shu ehtiyojini hisoblab chiqadigan bo'lsak, biz qilgan xarajatimizni o'rtacha 2 yil, 3 yil ichida qoplab kelish ehtimolimiz bor ekan. Qish kunlariga keladigan bo'lsak, sal ehtiyojlarimiz ko'payadi. Elektr energiyaga nisbatan ishlab chiqaradigan quvvatimiz ham bulutli kunga nisbatan sal kamayishi mumkin. Buni shuni inobatga olish kerak. Hozir boshqa mahallalar ham kelib, qanday holatda bo'lyapti, qanday daromad topyapsiz, nima holatlar bo'layotgan bo'lsa, buni qo'shnilar ham, boshqa mahalladan kim ko'rsa so'rayapti, maslahatimizni beryapmiz, imtiyozlarni aytyapmiz. Mavzuga oid natijalarni fermerlar misolida davom ettiradigan bo'lsak, nafaqat paxta, g'alla, shuningdek turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirib, bozorlar to'kinligi, xalqimiz dasturxoniga noz-ne'matlarni tuhfa etyapti. Bu jarayonda ham ishning ko'zini bilgan qishloq mulkdorlari nasoslar orqali ekin dalalarini sug'orishda quyosh panellaridan samarali foydalanishmoqda. Bu esa xo'jalikning elektr energiyasidan iqtisod qilishiga xizmat qilyapti. Bizning mana bu fermer xo'jaligimiz 2016-yildan beri ish faoliyatini yuritib kelyapmiz. 45 gektar g'alla,
26 gektar paxtachilik bilan shug'ullanib kelyapmiz. 61 gektar yer sug'orishga qiynalishlar bo'lardi. Nasos bilan suv chiqarib sug'orar edik. Nasos ishlatishda elektr energiyani tejash uchun mana quyosh panellarni o'rnatdik. 446 dona panellar 250 kilovat tok ishlab chiqaryapti. Ana shundan foydalanyapmiz. 3 oy bo'ldi o'rnatganimizga. 3 oy ichida 71 million so'mlik elektr energiyasi tejaldi. Nasosga ketadigan elektr energiyasini tejash maqsadida qo'yilgan juda samarali va yaxshi natija beryapti. Boshqalarga ham tavsiya qilaman qo'yishini, foydalanishini, samarasi juda yaxshi. Nasib bo'lsa, mana bundan keyin endi yana ham ko'paytirib, qo'shimcha nasoslar ham qo'yib foydalanishni niyat qilyapmiz. Aholi farovonligi oshib borgan sari uning iste'mol darajasi ham yuksalaveradi. Turli maishiy texnikalar, mebel mahsulotlari sotib oladi. Albatta bu xalqimizning turmush darajasi yaxshilanib borayotganidan dalolat. Shu ehtiyojlarni mahalliy ishlab chiqaruvchidan qoplash esa yanada foydali. Bugun tumanda bunday ishlab chiqarish korxonalari soni ko'paymoqda. Masalan, ushbu korxonada chet elnikidan qolishmaydigan bejirim va sifatli mebel jihozlari tayyorlanmoqda. Biz korxonamizda buyurtma asosida olamiz, do'konlarga ham yetkazib beryapmiz. Mana shu yerda o'zimiz sexda bajarib beryapmiz. LDSP, LNDF akrillardan foydalanamiz. Qamashyolar mahalliy arzon. Bu mijozlarimiz uchun ancha imkoniyat. Bir paytlar mana shunday do'konlarda, chet ellarda mebel mahsulotlari bo'lgan. Mana hozirgi kunda O'zbekistonimizda hamma imkoniyat bor. O'zimiz mahsulotlardan foydalangan holda o'zimizning mahsulotlar bilan, mebellar bilan to'ldiryapmiz. Sifatlarga e'tibor berib, mijozlarimiz oshib boryapti. Keyingi yillarda sport nafaqat mamlakat markazida, balki chekka hududlarda ham ommalashmoqda. Buni tumandagi sport maktabi misolida ko'rsak bo'ladi. Bu yerda o'g'il-qizlarimiz sportning barcha turlari bo'yicha shug'ullanishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Muhtaram Prezidentimizning sportga qaratilgan e'tibori natijasida mana bizning Sho'rchi tuman sport maktabimizda ham bugungi kunda 2000 dan ziyod sportchilarni qamrab olganmiz, 65 ta trenerlar. O'shandan 20 ta oliy toifali, 10 ta birinchi toifali, 15 ta ikkinchi toifali malakali trenerlarimiz 20 ta sport turidan 185 ta guruh tashkil etib kelmoqda. Qolaversa, Prezidentimizning qarori bilan adaptiv sportni rivojlantirish bo'yicha bizda 10 nafar malakali trenerlarimiz faoliyat yuritib, 250 dan ortiq nogironligi bo'lgan sportchilarni qamrab olganmiz. Bugungi kunda bizning sport maktabimizda 2000 dan ziyod sportchi bo'ladigan bo'lsa, 10 nafardan ziyod jahon chempioni, 20 nafar Osiyo chempioni va 60-70 nafar O'zbekiston chempionat va kubogi sovrindorlari mavjud bizning sport maktabimizda. Tuman aholisining 80%ni sport bilan qamrab olish rejasi tuzilgan. O'sha reja asosida biz Muhtaram Prezidentimiz 5 tashabbus olimpiadasi musobaqalarida tumanda, viloyatda g'olib va sovrindor bo'lgan sportchilarimizni sport maktabimizga seleksiya qilib, sog'lomlashtirish guruhiga olib shug'ullantirib, o'shalarda trenerlar bilan uyushmagan yoshlarni birgalikda trenerlar bilan ish faoliyati olib borilmoqda. Mana shu adaptiv sportni rivojlantirish maqsadida tumanimizda nogironligi bo'lgan shaxslarni ham har bir mahalla kesimida ro'yxatlarni ijtimoiy himoya ko'mak bo'limlaridan borib olib, sportimizga jalb qilib, har bir mahallaga trenerlarni biriktirganmiz. O'sha trenerlar individualni o'sha nogironligi bo'lgan shaxslar bilan birgalikda shug'ullanib kelmoqda. Hozirgi kunda bizda Sho'rchi tumanimizda 350 dan ziyod mana shu mahallada nogironligi bo'lgan shaxslarni qamrab olganmiz sport maktabimizga. Beg'araz shunday trener biriktirib shug'ullantirib kelmoqda. Ular futbol, dzyudo, taekvondo, og'ir atletika sport turlaridan shug'ullanib kelmoqda. Bu yerda vohada yetishib chiqqan taniqli sportchilar bilan turli uchrashuvlar, mahorat darslari ham tashkil etilmoqda. Mana viloyatimizdagi jahon arenalarida yurtimiz bayrog'ini ko'tarib kelayotgan Bahodir Jalolov boks sport turidan, Muzaffarbek To'raboyev, futboldan Eldor Shomurodov kabi yutuq sportchilarimiz mavjud. Bizda Sho'rchi tumanimizda olimpiada ishtirokchisi Oltiboy Bekmurod dzyudo sport turidan,
Mana shular bilan nomdor sportchilar bilan bizning sportchilarning o'rtasida uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Uchrashuvlar natijasida bilmagan sirlarni o'rgatib, mahorat darslarini o'tkazdirib, yoshlarimizga motivatsiya beryapti. Bu esa bizning yoshlarimizni, sportchilarimizni o'z ustida ko'proq ishlashga undayapti. Mana shu nomdor sportchilarning izidan borib tumanimizning sharafini, viloyatimizning, respublikamiz sharafini himoya qiladigan sportchilar yetishib chiqadi. 2028-yil Los-Anjelesda Olimpiada o'yinlari bo'ladi. Olimpiada chempionati Sho'rchi tumanimizdan 2 nafar sportchimiz hozir reyting ballarini to'plab kelmoqda. Bulardan dzyudo sport turidan Umar Bozorov 90 kg vaznda reyting ballarini to'plab kelmoqda hamda boksdan Hurram va Sevinch degan qizimiz bor. Bu ham yosh, hozir o'smiringa o'tgan, Olimpiadaga xudo xolasa ishtirok etadi degan niyatimiz bor. Muhimi qishloq yoshlari bo'sh vaqtlarida o'zlari sevgan sport yo'nalishida ustozlari ko'magida bepul tayyorlanishadi. Taekwondo sport turi bilan 10 yildan oshib bo'ldi shug'ullanganim va bolalar sportga kelib ketishi juda yaxshi. Ya'ni klubimizda 6 yoshdan qabul qilinadi. O'zbekiston chempionatlari, viloyat chempionlari bolalarimiz bor. Qatnashib, qo'shni Qozog'istonlargacha borib kelishga muvaffaqiyatli bo'ldi. Ya'ni kuni kecha Qozog'iston Chimkent shahrida bo'lgan xalqaro chempionat 2 ta bronza medal sohibi bo'ldi. Ya'ni shogirdlarimiz Ulug'berdiy va Shodiyana, Doniyorov Hayitbek o'z vazn bo'yicha bronza medal sohibi bo'ldi. Bizlarimiz taekwondo sport turida ayniqsa chaqqon o'zlarining vazni bo'yicha o'rinlar olib kelishyapti. Taekwondoning MTF turi bo'yicha tuman va viloyat musobaqalarida faxrli 1-2 o'rinlarni olib kelmoqdaman. Xalqaro musobaqalarda ham 1-2 o'rinlarni olib kelmoqdaman. O'tgan yili Arabistonda Osiyo chempionatida 2-o'rinni oldim. Endi har doim musobaqalarda hayajonlanish bo'ladi, lekin hayajonlanishni yengish kerak. Bo'sh vaqtlarimni faqat shu yerda o'tkazyapman ustozim bilan birgalikda. Bu yerda shug'ullanayotgan yoshlarning niyatlari ulkan. Kelajakda katta futbol maydonlarida to'p surish. Yoshligimdan mana shu sportga qiziqib, katta futbolchilarga qiziqib kelganman. Masalan, eng kuchli futbolchilarga qiziqib, mana shu futbol sportini tanlaganman. Masalan, Messi, Ronaldo. O'zimizda ham zo'r o'yinchilar bor. Abbosbek Fayzullayev, Abduqodir Husanov, Shomurodov, Jaloliddin Mashariplarga o'xshagan futbolchi bo'lishni niyat qildim. Prezidentimiz bizga shunaqa sharoit yarab bergani uchun rahmat. Mana shunday sport maktablar ochgani uchun rahmat. Bizda ham tumanimizda sport maktablari bor. Trenerlarimiz bizni bo'sh vaqtimizda shug'ullantiradi. Viloyat, respublikalarda qatnashganmiz. Birinchi o'rinni ham olganmiz Qashqadaryoda. Hammamiz shu yerda akademiyadan chiqib, katta futbolchi bo'lib ketish niyatimiz bor. Davlatimiz rahbari 2023-yilning o'zida Surxondaryo viloyatiga 3 marta tashrif buyurib, amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishgan, hududlar rivoji bo'yicha kerakli tavsiya va ko'rsatmalar bergan edi. Har bir tashrif aholining turmush darajasini yanada yaxshilashga xizmat qildi. Buni bugun viloyat, xususan Sho'rchi tumanidagi o'zgarishlar, bunyodkorlik natijalari misolida ko'rishimiz mumkin. Ko'p 100 yillik Sho'rchi bugun yuksalish yo'lida. Bunday o'sish yanada davom etishiga ishonch bor. Chunki odamlarda o'zgarishlarga, yaratuvchanlikka daxldorlik, yangiliklarga intiluvchanlik ruhi oshib boryapti. Bu esa islohotlarning bardavomligi, ortga qaytmasligiga xizmat qiladi.